Shu ichib haydash to'g'rimi? To'g'ri, haydaymiz. U shu haydash, ichib haydash to'g'rimi do'stlar? yo'q, noto'g'ri. Nimaga haydadingiz? Yo'q. Haydagan anavi transportdan nima desam endi? To'g'ri, noto'g'ri. Qilgan ishim, boshqa narsam, hamma narsa noto'g'ri. Lekin shu tug'ilgan keyin kelib qoldi. Narx-navo haqida qanaqa fikrdasiz? Yaxshi fikrdaman. Qanaqasiga yaxshi ko'tarilyapti-ku hamma narsa. Ko'tarilaversin. Odamlar nima qiladi? Qiynaladi-yu narxlar ko'tarilib ketsa. O'lib ketmaydimi menga desa, menga bir tiyin emasmi? Yesa. Beshi tebratarga beshi olib bergan paytlarim любой shampundan mana chochim hidi kelardi. Hech kimgadir nimadadir yutqizganmisiz? Umrimda bir marta yutqizganman. U ham do'nnozik edi. O'shanda yutqizmaganda $100 hozir meni rasmim turgan bo'lardi. Endi kibr bo'lib qolmasa agar uydagi yuvilgan kirlarimni suv shilkida tirik qisqichba qilib ushlab turadi. Alifbo kitobini kim yozgan? A. Alisher Fayz, B. Alisher Navoiy. Alifbo kitobini? Aha. Alisher Fayz yozmagan menimcha. Kim yozdi? Alisher Navoiy bo'lishi kerak. To'g'ri, to'g'ri. Mushuk qaysi ta'mni ajrata olmaydi? A. Qizil, B. Yashil. Qizil most. To'g'ri. Bambuk daraxti qanaqa meva beradi? A. Banan, B. Kokos. Kokos. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Savol beramiz. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Evesdan olayotgan zakatingizni pulini bizga to'lab beramiz. Rozimisiz? Adabiyot kitobini kim yozgan? A. Ahad Qayum, B. Nasafiy. Ahad Qayum. Basharasiga loy sapsab tashlamaslik kerak bo'ladi. Bu kishini ham zakazlarni bizga to'lab beramiz. Kecha svet uchdi. Hamma yoq ketdi. Mana onangni kechgacha mana shu ko'lda baliq tutib o'tiribmiz endi. Ishlarda o svet bo'lganda-ku, shamni ham abasi chiqaraverishdi 10 mingdan qilib, to'g'rimi? Uyda xo'rak nima bo'ldi? Voy qop qorong'i, hech kim bir-birini topa olmay yuribdi o'yda. Onang mashina bo'lib ketildi. Oladigan kelinimni men ham sinab olay. Ovqatlar pishirishni bilasizmi? Tuxum qo'rishni bilasizmi deb so'rang. Nima? Yana gapirchi. Tuxum qo'rishni bilmayman. Nima deding? Yo, ichmayman, lekin chekaman. Qo'y, tanimayapsanmi, xotin? Barchino yigitlar bilan gaplashganmisiz oldin? To'g'risini aytaman, gaplashganman. Nechtasi bilan? Ja, nechtasi emas, ikkitasi bilan gaplashganman. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi, voyda? Brat, кто